Turk olimlaridan bittasi Germaniyaga borganini hikoya qiladi. Shu yerda bir konferensiyaga chaqirilgan bo'ladi. Konferensiya berib, boshqa bir shaharga borib, u yerda ham konferensiya beradi. Turk jamoalari aytishadiki, shu yerda sizni taniydigan bir ayol bor. Shu ayol sizni kitoblaringizni o'qigan, sizga ba'zi savollari bor ekan. Mayli, vaqt ajrataman deb, keyin konferensiyadan keyin shu ayol bilan ko'rishadi. U ayol chiqib keladi. Bir kalaskada chiqib keladi. Aravada, ya'ni nogiron bir ayol bo'ladi. Yoshi taxminan 30larda. Bu ayolning biron badanida a'zosi ishlamaydi. Hattoki boshini buradimi deb o'yladim, lekin qarasam boshini ham bura olmas ekan o'zi. Shunaqa darajada nogiron. Boshini o'ngga ham chapga ham buradi. Badanida faqat 3 ta barmoq ishlaydi. 3 ta barmog'ini qimlatib ishlatib oladi. Va shu bilan 3 ta dona ish qila olar ekan. Ya'ni hayotida faqat 3 xil harakat qilishi mumkin ekanki, telefon bo'lsa, telefon ishlatishi mumkin ekan. Keyin kitob berilsa, shu kitobni olib o'qir ekan. Keyin kompyuter ishlatish mumkin ekan. Mana shunaqa holatdagi bir nogiron ayol kelib, o'zini tanishtirib, maslahatlashmoqchi bo'lganini aytib, tushuntiradiki, o'zini qilayotgan faoliyati haqida xabar beradi. Aytadiki, shu yerda men bir uyushma tashkil qildim. Uyushma ochganman va kichkina qizchalarga dars tashkil qildim. Din asoslari darsini va boshqa dinga tegishli darslar tashkil qildim. Keyin o'rta yoshdagi qizlarga ham boshqa alohida darslar tashkil qilganman. Undan keyin katta ayollarga ham darslar tashkil qildik. Haftada bir necha marta mana shu darnakda seminarlar, darslarimiz bor. Bundan tashqari uyda ham xos darslar qilamiz deb xabar beradi. Bu kishi aytadiki, men hayron qoldim. Ya'ni bu holatda faqat o'sha aravachada yurib shuncha ishga qanday ulgurgan, qanday qilganiga, uni himmatini qanday yetgan. Va aytadiki, undan keyin bu yerda Germaniyada qarovsiz qolgan qariyalar juda ham ko'p. Farzandi tashlab ketadi, zotan farzandi yo'q ko'pchiligini. Qarovsiz o'zlari uyda qolib ketadi. Boshqalarga muhtoj bo'ladi. Shularni islomga da'vat qilish maqsadida shu ayol aytadiki, men shuni tashkil qildimki, shularni topib har bittasini musulmon oilalardan bittasiga bog'lab qo'ydi. Shu musulmon oila borib ziyorat qilib turadi. Ba'zi bir ehtiyojlari bo'lsa, kasal bo'lsa qaraydi, xabar beradi. Shularga qarab, ya'ni shu bilan dinga muhabbat uyg'otib, dinga da'vat qiladi. Shu ish keyin borib shunaqa darajada rivojlanadiki, bu Germaniyaning mediasiga tushadi. Germaniyaning butun jurnalistlari kelib, bu narsa mashhur bo'lib, dolzarb bir mavzuga aylanib ketadi. Keyin Germaniya hukumatidan odamlar kelishadiki, bu ayollar oldiga kelib aytishadiki, biz davlat miqyosida qila olmagan ishni siz bir uyushma bo'lib qanday qilyapsiz? Ya'ni bu davlatning muammosi. Qarovsiz qolgan qariyalarni ijtimoiy yordam ko'rsatish, bularga qarash. Lekin biz davlat bilan bu narsani eplolmayapmiz. Siz bir kichkinagina uyushma bilan qanday buni qilyapsiz deb hayron qolishgan. Va sizni butun loyihalaringizda biz yordam beramiz deb aytgan. Shunda bu kishi aytadiki, men so'radim, biz ham uyushma bilan, jamoat bilan ishlaymiz. Ya'ni shuncha ishlarga biz ham zo'r ulguramiz. Siz bitta o'zingiz, ya'ni shunaqa nogiron holatda qanday qilib bu ishlarga ulguryapsiz deb so'rasam, u ayol aytdi deydi, men bu barmoqlari hisobini qanday beraman? Men shu narsani doim o'ylayman. Men shu 3 barmoq bilan yana ko'proq nima qilsam bo'ladi deb shuni o'ylayman. Qiyomat kunida Alloh taolo shular bilan, shu barmoqlaring bilan falon ishlarni ham qilishi mumkin edi-ku. Nimaga qilmading? Desa, men nima deb javob berishdan qo'rqaman. Mana bu iymon. Iymon amalga aylanadi. Iymon harakatga aylanadi. Aqida hayotga aylanadi. Chunki aqida insonning ichiga kirsa, haqiqiy ma'noda qalbiga kirsa, inson bir joyda o'tira olmay qoladi. Va aynan mana shunaqa erkaklardan ham bo'lganki, Ahmad Yosin Falastinda Isroilga qarshi kurashgan, butun umr kurashib, Isroil
eng yomon ko'rgan Isroilning eng qattiq dushmanlaridan bo'lgan kishi. U ham aynan mana shunaqa falaj holatda bo'lgan. U ham aynan shunday aravachada yurib xizmat qilgan. Alloh mana shu ikki odam bilan bizga hujjat qo'yim qilyapti. Unga xizmat qilmaslikka hech qanaqa bahona yo'q bizda, hech qanaqa uzr yo'q.